Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilarim, o'rtoqlar, sizlarga bizda Salom alaykum, ideya kelganda. Qarang, yoshligimga Ozodbek Nazarbekov bilan Dilso'z akasining qo'shig'ini aytib beraylik-ku. Mana shuni bir aytib chiqsak qanday bo'ladi? Trendga chiqib ketib qolamizda. Ha, bir aytib beraylik-ku o'zimiz sinab. Sana auditoriyadagi odamlar yetib ketib qoladi keyin. Ha, mayli, aytaylik. Auditoriyaning 2-3 soatga nechtalar yig'ib bo'ladi? Mana auditoriyam katta, 2 soatga 5-6 mingtalar yig'ib bo'ladi. Undan ham ko'p bo'ladi. 5-6 mingtalar yig'ib bo'lsa, ertaga chiqaramiz. Aniqmi? Ha. O'rtoqlar, eshitdingizlarmi? Ertalab ana shu video hozir qo'ygan ana shu ko'rib turgan videolaringiz 5000 ta atiga like qilsa, akam bilan Dilso'z bilan Ozodbek Nazarbekovning qo'shig'ini duet qilib sizlarga eshittiramiz o'rtoqlar. Men sizlarga ishonaman. 2-3 soatga o'rtoqlar juda katta likelar bo'lib ketadi. Inshaalloh ertalabgacha 5000 tadan ham oshirib yuborasizlar o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlanglar. Hammaga rahmat.